Milliy sertifikat imtihonlarida tushgan savollarning molekulyar fizika bo'limiga oidlarini ko'rib chiqishni boshlaymiz. Demak, birinchi savolda aytilyapti. Ideal gazning bosimi 2,5 darajasi 5 paskal, zichligi 12 kg taqsim metr kubga teng. Gaz molekulalarining o'rtacha kvadrat tezligini toping deyilyapti. Demak, bizda tezlikning formulasi bor, V barobar ildiz ostida 3p taqsim rho. Demak, barcha kattaliklarimiz bor ekan, o'rniga qo'yib qo'ysak bo'ldi. 3 bosim, mana bu 2,5 darajasi 5 ni o'rniga men 25 ko'paygan 10 darajasida 4 deb yozaman. Taqsim 12 ildizda. Demak, 3 bilan 12 ni qisqartirsam 4 bo'lyapti. 25 dan ildiz 5 chiqadi, 4 dan 2 chiqyapti. 10 darajasi 4 dan 10 darajasi 2 chiqadi. Shuni hisoblasak, demak bu 250 metr taqsim sekund ekan. B javob berilyapti. Ikkinchi savolda yopiq idishdagi ozon 727 gradus haroratda turibdi. Qanchadir vaqtdan so'ng barcha ozon kislorodga aylandi va idishdagi harorat 600 gradusga pasaydi. Bunday o'zgarishlardan so'ng idishdagi bosim necha foiz kamayganligini aniqlang deyilyapti. Demak, yozamiz. Bu yerda ozon kislorodga aylanganda, ya'ni biror bir idishda turgan ozon aylanayotgani uchun hajm o'zgarmas deb olamiz va ozon kislorodga aylanib qolgan taqdirda ham uning massasi o'zgarmaydi. Avval misol uchun m bo'lgan bo'lsa, keyin ham m holda qoladi. Faqat u yerda molyar massasi o'zgaradi, molyar massa o'zgargan hisobiga modda miqdori o'zgaradi va hokazo. Demak, yozamiz. Birinchi hol uchun yozsam, P1V barobar m taqsim mu 1 r T1. Xuddi shuni endi kislorodga aylangan hol uchun yozamiz. P2V barobar m taqsim mu 2 r T2. Sistema qilamiz va mos tomonlarni nisbatan olib boramiz. Hajmlar bu yerda qisqarib ketyapti. Undan gaz doimiysi va massalar qisqarsa, demak bizda qolyapti. P1 taqsim P2 barobar ekan. T1 taqsim T2 ko'paygan mu 2 taqsim mu 1. Demak, biz bundan topishimiz mumkin P2 ni. Demak, P2 barobar T2 taqsim T1 ko'paygan mu 1 taqsim mu 2 ko'paygan P1 ekan. Hisoblaymiz. P2 barobar T2. Demak, 727 gradus bo'lsa, bu kelvinda 1000 kelvinga to'g'ri keladi. Demak, T1 ni o'rniga 1000 olib kelib qo'yaman. T2 600 gradusga paslatgan bo'lsak, demak u 400 qolar ekan endi. 400 ko'paygan mu 1 48, mu 2 miz 32 kislorod. Ko'paygan P1 bo'lyapti. Qisqartirsak 16 ga bo'lsam, demak 3 ta bor, bunda 2 ta bor. Bundan 2 tadan 0 qisqarib ketadi. 2 bilan 4 ni qisqartirsam 2. 6 taqsim 10, ya'ni bu 0,6 P1 ga kelib chiqyapti, P1 edi. Demak, necha foizga kamayganligini aniqlash uchun biz shu bosim o'zgarishini avvalgi bosimga bo'lib 100 ga ko'paytirishimiz kerak. Mana shunday. Demak, bu P1 minus P2 taqsim P1 ko'paygan 100% ekan. Qiymatlarni qo'yib hisoblab qo'yamiz. Demak, P1 minus 0,6 P1 taqsim P1 ko'paygan 100%. Barchasidan P1 bilan qisqartirib yuborsam, 1 minus 0,6 bu 0,4 ga teng. 100 ga ko'paytirsam, demak bu 40% chiqar ekan. Bizda C javobi kelyapti. Uchinchi masalada aytilyapti. 19 gradus haroratli 5 metr kub havoda 34,5 gram suv bug'i bor. Demak, savol aytilyapti. Bu havo to'yinishi uchun unga qancha massali suv bug'latish kerakligini aniqlang deyapti. Demak, biz birinchi bu yerdagi bug' to'yingan bo'lish uchun uning massasi qancha bo'lishini aniqlab olamiz. Ya'ni o'sha to'yinish uchun kerak bo'lgan massani m0 deb belgilaydigan bo'lsak, bu demak rho 0, ya'ni to'yinish nuqtasidagi zichlik ko'paygan v. Hisoblaymiz. Demak, 19 gradusda to'yingan bug'ning zichligi 16,3 ga to'g'ri kelar ekan. Demak, 16,3 ko'paygan hajm 5. Demak, 16,3 ni 16,3 ni ko'paytiramiz 5 ga. 81,5 chiqar ekan.
Endi hozirgi massa bizda berilgan 34,5 gram. Bu ham gramda chiqqan. Demak, biz yana suv bug'i to'yinishi uchun biz unga m ga delta m ni qo'shsak, u to'yinish nuqtasiga yetadi, ya'ni m0 bo'ladi. Bundan demak delta m ni hisoblaydigan bo'lsak, m0 minus m 81,5 minus 34,5. Demak bu 47 chiqar ekan. 47 gram suvni bug'latishimiz kerak ekan shunda. Demak javobimiz bu javobga to'g'ri kelar ekan. 4-chisida idishdagi teng miqdorda kislorod va geliy gazlari bor. Demak, ularning modda miqdorlari bir xil ekan. Nu1 barobar Nu2. Umumiy bosim 48 kilopascal bo'lsa, har bir gazning idish devoriga beradigan bosimini aniqlang deyilyapti. Har birini aniqlashimiz kerak ekan. Demak, bu yerda birinchi biz har bitta gaz uchun parsial bosimlarni yozib ko'ramiz. Demak, parsial bosimlar uchun yozadigan bo'lsak, P1 V1 barobar bo'ladi Nu1 R T1 ga. Xuddi shunday P2 V2 barobar bo'ladi Nu2 R T2 ga. Mana ko'rinishda bo'ladi. Endi bu yerda ikkala gaz ham bitta idishda turgani uchun hajmlari V1 V2 lar bir-biriga teng va biz buni V deb olishimiz mumkin. Modda miqdorlarini ham Nu desak, endi ular bitta idishda turgani uchun albatta haroratlari ham muvozanatda, ya'ni termik muvozanatda T1 teng T2 bo'lishi kerak. Buni biz yana T deb belgilaymiz. Ana shunda mana bu yozgan tenglamalarini boshqatdan yozadigan bo'lsam, P1 V barobar Nu R T ga. Keyingisini yozamiz. P2V barobar Nu R T ga. Demak, tenglamadan ko'rinib turibdi. P1 teng P2 bo'lishi kerak ekan. Idishdagi umumiy bosimni topishimiz uchun esa, ya'ni aralashmani bosimi har birining parsial bosimlarining algebrik yig'indisi bo'ladi. Demak, biz buni 2 ta P1 yoki 2 ta P2 deb yozishimiz mumkin ekan. Demak, har birining idish devoriga berayotgan bosimlari mana shu umumiy bosimning yarmiga teng bo'lar ekan shunda. 24 pascal, 24 kilopascal, 24 kilopascal deb D javobni olar ekanmiz. 5-savolda aytilyapti. 15 mol metanda nechta vodorod atomi borligini aniqlang deyilyapti. Demak, biz birinchi metan molekulyar sonini topib olamiz. Molekulyar soni n barobar nu ko'paygan n Avogadro, qiymatlarni qo'yamiz. Demak, 15 ko'paygan Avogadro doimiysi 6 ko'paygan 10 darajasi 23 taqriban. Demak, bu 90 ko'paygan 10 darajasi 23 bo'lyapti. Yoki biz buni 9 ko'paygan 10 darajasi 24 desak bo'ladi. Endi bu molekulyar soni. Ya'ni mana bu yerda o'sha bitta molekulaning ifodalanishi ko'rsatilayotgan bo'lsa, e'tibor bersak, bitta metan molekulasida mana bu yerda mana ekan. H4, ya'ni 4 ta vodorod atomi bor ekan. Demak, bu yerdan vodorod atomlar sonini topishimiz kerak bo'lsa, n ni 4 ga ko'paytirishimiz kerak ekan. Bitta molekulada 4 ta atom, vodorod atom bo'lgani uchun. Demak, o'rniga olib kelib qo'ysak, 9 ko'paygan 24 ni 4 ga ko'paytirar ekanmiz. Ya'ni bu 36 ko'paygan 24 ta vodorod atom borligi kelib chiqar ekan. Demak, javobimiz C ekan. 6-sida hajmi 60 metr kub va temperaturasi 17 gradus bo'lgan xonada 400 gram suv bug'latilsa, suv bug'lari to'yinishga erishadi. Xonadagi dastlabki nisbiy namlikni toping deyilyapti. Demak, yuqorida yozdik biz delta m ni topishni, ya'ni to'yinish uchun qancha suv bug'latish kerak degan masala ishladik yuqoriroqda. Xuddi shu bilan bir xil, ya'ni bu yerda m0 minus m bo'ladi. m0 o'rniga ro ko'paygan, ya'ni ro0 ko'paygan v0 qilib qo'yamiz. Minus m o'rniga esa, ya'ni o'sha avvalgi holatdagisini, ya'ni ro ko'paygan v desak bo'ladi. Mana bu ya'ni parsial, oddiy holatdagi zichligi, mana bu to'yinishdagi zichligi hisoblanadi. Mana shu yerdan demak bizdan xonadagi dastlabki nisbiy namlik, ya'ni ro taqsim ro0 ko'paygan 100% so'ralyapti. Buning uchun nima qilamiz? Buning uchun demak har ikki tomonni shu yerda
r0 ko'paygan v ga bo'lib yuboraman. Bo'lib yuborsam shunda delta m taqsim r0 ko'paygan v barobar bo'lyapti 1 minus r taqsim r0 ga. Demak, bundan ham topishim mumkin men. R taqsim r0 barobar ekan 1 minus delta m taqsim r0 ko'paygan v. Demak, bizdan so'ralgan nisbiy namlik, ya'ni phi r taqsim r0 ko'paygan 100% barobar bo'lar ekan 1 minus delta m taqsim r0 ko'paygan v ko'paygan 100% ga. Qiymatlarni qo'yib hisoblashni boshlaymiz yoki buni soddalashtirish mumkin ekan. r0 ko'paygan v minus delta m taqsim r0 ko'paygan v ko'paygan 100%. Qiymatlarni qo'yib hisoblab qo'yamiz demak. r0 bizda necha gradus ekan? 17 gradus. 17 gradusda mana ekan. To'ngan suv bug'ining zichligi 14,5. Hajm 60 metr kub ekan. Delta m 400 gram bo'lyapti. Taqsim 14,5 ko'paygan 60 ko'paygan 100%. Hisoblaydigan bo'lsak, demak 14,5 ko'paygan 60 minus 400 bo'lar ekanmiz. Demak 14,5 ko'paygan 60 ko'paytiramiz 100 ga. 54% to'g'ri keladi. Mana shunda. Sajoti ko'rsatiladi. 7-chisida o'zgarmas masalan ideal gazning hajmi P ko'paygan V kub konstanta qonuniyat bo'yicha 4 marta oshdi. Gazning harorati qanday o'zgaradi deyapti. Demak, biz bu yerda birinchi qilgan ishimiz hajmni haroratga bog'lab olishimiz kerak ekan. Buning uchun biz demak berilgan tenglamani yozamiz. P ko'paygan V ni kubi teng konstanta. Ikkinchi tenglamamiz bu Klaperon tenglamasi hisoblanadi. PV taqsim T teng konstanta. Xuddi shunga o'xshash masalalarning hammasini ishlash uchun xuddi shunday tenglamalar sistemasi yaratiladi. Ya'ni birinchi masalada berilgan tenglama, ikkinchi bu Klaperon tenglamasi yozib, demak ularni sistema qilib ishlashimiz kerak ekan. Bizda bu yerda ortiqcha bo'lgan narsa bu bosim hisoblanadi, chunki bosimni o'zgarish haqida bizda hech qanday ma'lumot yo'q yoki so'ralmayapti ham. Shuning uchun biz faqatgina hajm va temperaturani bir-biriga bog'lab olsak yetarli. Buning uchun demak mana shu yerda mos tomonlarni nisbatan olib borsam bo'lar ekan. Bosimlar qisqarib ketadi. V kub bilan mana bu qisqarsa V kvadrat qolyapti. T yuqoriga chiqib ketsa shunda T ko'paygan V kvadrat teng konstanta. Ya'ni o'zgarmas songa bo'lsak, yana o'zgarmas son chiqadi. Shuning uchun konstanta deb olsak bo'ladi. Demak, hajm 4 marta oshayotgan bo'lsa, harorat bu yerdan ko'rinadi, ya'ni harorat proporsional 1 taqsim V kvadratga. Hajm 4 marta oshsa, demak 10 kvadrat 16 marta oshib, harorat 16 marta kamayishi kelib chiqadi. Sajoti ko'rsatilyapti. 8-savolda bosimi 10 kilopaskal va harorati 770 kelvin bo'lgan karbonat angidrid gazining zichligini qanday deyapti. Molyar massasi berilibdi 44 gram taqsim mol ekan. Demak, buning uchun Mendeleyev Klaperon tenglamasini yozamiz. PV barobar m taqsim u rt ga. Mana bu hajmni o'ng tomonga o'tkazib yuborsam, P barobar bo'ladi m taqsim v ko'paygan rt taqsim u. Mana bu m taqsim v bizga zichlikni bergani uchun r ko'paygan rt taqsim u desak bo'lar ekan. Demak, mana shu yerdan zichlikni topamiz. P ko'paygan u taqsim rt. Qiymatlarni qo'yib hisoblaymiz. Bosim 10 kilopaskal, ya'ni 10 ko'paygan 10 darajasida 3. Molyar massa 44 ko'paygan 10 darajasida -3. Taqsim 8,131 ko'paygan harorat 770. Mana bular qisqaradi. Bu bilan buni qisqartirsam, demak bizda qolyapti
Bu yerda mana bu yerda javobni gram taqsim metr kubda so'ralibdi. Bizda hozir hisoblasak bu kilogram taqsim metr kubda chiqadi. Shuning uchun buni 10 darajada shu ko'paytirib olsam gram taqsim metr kubga o'tadi. Taqsim 8,31 77. Hisoblaymiz demak. 44 3 0 bo'lingan 8,31 bo'lingan 77. Bu taqriban 68,8 ga to'g'ri kelar ekan. Javobda ko'rsatilyapti. 9-sida P1 teng 2P birinchi gaz, P2 teng 6P ikkinchi gaz bilan aralashtirildi va aralashmaning bosimi 4P ligi bo'lgan aralashma hosil bo'ldi. Quyidagi mulohazalardan qaysi biri to'g'ri deyilyapti? Demak, biz birinchi aralashmani bosimini aniqlaymiz. Dalton qonuniga ko'ra demak P1 V1 plus P2 V2 taqsim V1 plus V2 bo'ladi. Qiymatlarni qo'yamiz. Aralashmani bosimi demak 4P barobar P1imiz bizda 2P V1 plus 6P ko'paygan V2 taqsim V1 plus V2 ni men V deb belgilayman. Mana bunday. Demak, mana bu P la qisqarib ketyapti. Va 2 bo'lib yuborsam har ikki tomonni mana bu 2 bu 3 bo'lib qolar ekan shunda. Bundan demak 2V barobar V1 plus 3 ta V2 ga kelib chiqar ekan. Mana shunday. Demak, pastki o'rtamani tenglamani 2V barobar V1 plus 3 ta V2. Undan tashqari bizda V ni biz V1 plus V2 ga tengladik. Mana shu ko'rinishda. Demak, 2 ga ko'paytirib yuborsam ikkinchi tenglamamni mana bunday qilib. Tenglama sistemamni, demak, tenglab yuborsam bo'lar ekan. Bundan V1 plus 3 ta V2 barobar bo'lyapti 2V1 plus 2 ta V2 ga. Demak, V1 bilan bir tomonga qolgan V2 ni ikkinchi tomonga o'tkazadigan bo'lsak, V1 barobar bo'lar ekan V2 ga. Mana bunday. Demak, endi javoblarni o'qib chiqamiz. Birinchisida birinchi gaz hajmi 2 marta katta deyilyapti. Yo'q, bizda hajmlar teng edi. Ikkinchisida gaz hajmlari o'zaro teng. Demak, ikkinchisi to'g'ri. Uchinchisi birinchi gaz massasi ikkinchi gaz massasidan 2 marta katta deyilyapti. Yo'q, demak bizda hajmlari teng. B javob olishimiz kerak ekan. Unda teng miqdordagi azot va kislorod gazlari ballonga qamalgan. Agar azot gazining bosimi P ga teng bo'lsa, ballondagi umumiy bosimni aniqlang deyapti. Demak, yuqorida bunga o'xshash masala ko'rdik. Agar modda miqdorlari bir xil bo'lgan, ya'ni nu1 nu2 ga teng bo'lgan gazlar bitta idishga qamalgan bo'lsa, ularning hajmlari ham teng bo'ladi dedik. V1 V2 ga teng va aralashmada bu yerda T1 teng T2 ham T dedik. Buni natijasida biz oldik. Ularning parsial bosimlari ham bir-biriga teng chiqadi dedik. Demak, azotning bosimi P ga teng bo'lsa, kislorodning ham bosimi P ga teng bo'ladi. Demak, P1 barobar P2 bu ham P ga teng bo'lar ekan. Aralashmaning bosimi P aralashma umumiy bosim har bir gazning parsial bosimlarining algebra yig'indisi. Demak, bu 2P ga kelib chiqyapti. B javob. 11da normal sharoitda havo va kislorod gazlarining zichliklari R1 va R2 ga teng. Havoning molyar massasi mu ga teng bo'lsa, kislorodning molyar massasini toping deyilyapti. Demak, yuqorida zichlikni topish formulasini yozdik. R barobar edi P ko'paygan mu taqsim RT deb hozir Mendeleyev Klapen tenglamasini keltirib chiqardik. Normal sharoitda desa, demak, hammasining harorati bir xil. Hammasining harorati va bosimlari bir xil bo'lar ekan. Demak, buna kelib chiqyapti. Yozaman. R1 barobar P0 ko'paygan mu1 taqsim RT ga, R2 barobar P0 ko'paygan mu2 taqsim RT ga. Mos tomonlar nisbatan olib boradigan bo'lsak, RT va P0 qisqarib ketyapti. Bunda qolyapti. R1 taqsim R2 barobar ekan mu1 taqsim mu2 ga.
ya'ni bizda demak R1 bu yerda havo mu ga teng ekan. Biz mu 2 ni topishimiz kerak ekan. Demak mu 2 barobar bu yerda R2 taqsim R1 ko'paygan mu 1. Mu 1 bizda mu deb berilgan ekan. Mana javob demak A javobda ko'rsatilyapti. 12 da hajmi 60 metr kub bo'lgan xonaning harorati 17 gradus va havoning nisbiy namligi 60% ga teng. Xonadagi suv bug'ining massasi toping deyapti. 17 gradus haroratdagi to'yingan suv bug'ining zichligi 15,4 gram taqsim santimetr kubga teng ekan. Mana shu yerda noto'g'ri ketib qolibdi. Mana shu metr kub hisoblanadi. Yo'qolsam bug'ining zichligi juda ham ortib ketib qolar ekan. Gram taqsim metr kub bo'lsa to'g'ri bo'ladi. Demak, bizda 60% barobar R taqsim R0 ko'paygan 100%. Bundan men R ni hisoblab olaman. Bu demak R0 ko'paygan 0,6 bo'ladi. Xonadagi suv bug'ining massasi so'ralyapti. M bizda R ko'paygan V ga teng. Bu ham demak 0,6 R0 ko'paygan V desak bo'lar ekan. Qiymatini qo'yamiz. 0,6 ko'paygan 15,4 ko'paygan 60. Hisoblab qo'ysak bo'ldi. Demak, mana bular qisqarib ketar ekan. Demak, 36 ko'paygan 15,4 554,4 gram chiqar ekan shunda. B javob. 13 da sovun pufagi sirt yuzasi 4 marta ortsa, sirt energiyasi necha marta ortadi deyapti. Sovun pufagining sirt energiyasi demak U barobar 2 sigma S ko'rinishida bo'ladi. Chunki sovun pufagining ichki qismida ham tashqi qismida ham sirt bor bo'lgani uchun 2 sigma S ko'rinishida yozamiz. Demak, sirt energiyasi U uning yuzasiga to'g'ri proporsional ekan. 4 marta ortsa, demak energiyasi ham sirt energiyasi ham 4 marta ortishi kerak. 14 da absolut deformatsiyasi 8 mm bo'lgan prujinaning nisbiy deformatsiyasi 0,2% ga teng bo'lsa, uning dastlabki uzunligini toping deyapti. Demak, bu yerda nisbiy deformatsiya etda barobar edi bizda. Delta L taqsim L0 ko'paygan 100% ko'rinishda. Demak, mana shu yerda L0 ni topadigan bo'lsak, delta L taqsim etda ko'paygan 100% ko'rinishi kerak ekan. Bu yerda etda nisbiy deformatsiya hisoblanadi. Demak, qiymatlarni o'rniga qo'yib hisoblaymiz. L0 barobar delta L, ya'ni absolut deformatsiya bu 8 ko'paygan darajasi -3 metr ekan. Taqsim etda, ya'ni nisbiy deformatsiya 0,2% ko'paygan 100%. Hisoblasak demak 10 mana bu bitta 0, 2, 3. Mana bular qisqarib ketyapti. Demak bu 4 metrlik kelib chiqar ekan. B javob. 15 da mexanik kuchlanish 200 megapaskal yuzasi 1,5 mm kvadrat bo'lgan jismga ta'sir etuvchi kuchni aniqlang deyapti. Shu yerda kerak emas ekan. Demak, bu yerda mexanik kuchlanish sigma barobar F taqsim S ga teng. Ya'ni ta'sir etayotgan kuch bu elastik kuchiga teng bo'lib qolardi. Elastik kuch taqsim S ko'rinishda bo'ladi. Demak, bundan men F ni topadigan bo'lsam, sigma ko'paygan S bo'lar ekan. Qiymatlarni qo'yamiz. Demak, sigma 210 darajasida 6, 100 ga 1,5. Buni metr kvadratga o'tadigan bo'lsam, 10 darajasi -6 bo'ladi. Mana bular qisqaryapti. Demak, 200 ga 1,5 ko'paytirsam 300 newtonlik kelib chiqadi. A javob. 16 da ko'ndalang kesim yuzasi 8 mm kvadrat bo'lgan 10 metr uzunlikdagi stерженьning yung moduli 5 megapaskal bo'lsa, uning bikrligini toping deyapti. Demak, bizda bikrligining formulasi bor. K barobar Y ko'paygan S taqsim L0. Qiymatlarni qo'yib hisoblaymiz. Yung moduli 5 ko'paygan 10 darajasi 6 paskal ekan. Yuzasi 8 mm kvadrat, ya'ni 8 ko'paygan 10 darajasi -6 metr kvadrat bo'ladi. Taqsim 10. Mana bular qisqarib ketsa, kesin ko'paytirsa 40, 10 ga bo'lsam 4. 4 newton taqsim metr chiqar ekan. A javob. 17 da ballonda modda miqdorlari teng bo'lgan azot, kislorod va vodorod gazlari bor. Agar azot gazining bosimi 14 kilopaskal bo'lsa,
ballondagi umumiy gaz bosimini toping deyilyapti. Xuddi yuqorida ikkita gaz uchun ko'rib chiqdik. Ularning modda miqdorlari teng bo'ladigan bo'lsa, bitta idishda bo'lganda bosimlarini teng deydi. Demak, 3 ta bo'lsa ham xuddi shunday bo'ladi. Demak, aralashmaning bosimi har birining bosimlarining algebrik yig'indisiga teng bo'ladi, parsial bosimlarning. Demak, 3 ta gaz bo'lsa 3 ga teng bo'lib qolyapti. 3 ko'paygan 14 kilopascal bo'lsa, demak bu 42 kilopascal chiqar ekan. Javob kelyapti. 18 da 15 mol karbonat angidrid, ya'ni SO2 massasi necha gramm deyilyapti. Demak, bizda massamiz molyar modda miqdorini molyar massaga ko'paytirib qo'yishimiz kerak. Modda miqdori demak 15 mol, molyar massa 44. 44 10 darajasi -3. Bizda grammda so'ralibdi. Demak, mana bu shart emas. 15 ko'paygan 44 ni o'zi yetarli. Demak, 15 ko'paygan 44 biz hisoblaydigan bo'lsak 660 gramm chiqar ekan. Javobi 19 da idishda 1,5 megapaskal bosim ostida 27 gradus haroratli gaz bor. Agar gazning temperaturasi yana 60 gradus oshirilsa va bunda idishdan gazning 40% chiqib ketdi. Idishda qolgan gazning bosimini toping deyilyapti. Demak, yozamiz. Hajm o'zgarmas ekan. Birinchi hol uchun yozsam P1V barobar bo'ladi. Nu1 R T1 ga. Ikkinchi hol uchun yozsak P2V barobar bo'ladi. Nu2 R T2 ga. Mos tomonlar nisbatan olib borsa, demak, hajmni qisqaryapti, yerlar qisqaryapti. Demak, P1 taqsim P2 barobar Nu1 taqsim Nu2 ko'paygan T1 taqsim T2. Qiymatlarni qo'yamiz. Birinchi holatdagi modda miqdorini nu desam, ikkinchi holatda yani 40% chiqib ketgandan so'ng bu 0.6 nu bo'lib qoladi. Ko'paygan T1 birinchi holatda 27 gradus bu 300 kelvinga to'g'ri keladi. T2 60 gradusga qizdiradigan bo'lsam, bu 360 kelvinga to'g'ri keladi. Mana bular qisqaradi. Demak, buni qisqartirsam, bunda 60 ga bo'lib yuborsam 5 ta bor, bunda 6 ta bor. Va bu yerdan P2 ni hisoblaydigan bo'lsak, P2 barobar 3.6 taqsim 5 ko'paygan P1 bo'lar ekan. Hisoblaymiz. 3.6 taqsim 5 ko'paygan P1 1.5. Mana bu yerda kichkina bo'lib qolibdi. Megapaskalda hisoblanyapti bu. Demak, mana bu 0.3 bo'lib qolyapti. 3.6 0.3 ga ko'paytirsam, bu 1.8 chiqadi. Megapaskalda chiqadi shunda. Shunda javobimiz B javob bo'lar ekan. 20 da ko'ndalang kesimi 8 mm kvadrat bo'lgan 10 metr uzunlikdagi sterjinning yung moduli 5 megapaskal bo'lsa, uning biqirligini toping deyilyapti. Xuddi shunaqa masala hozir 16-masalada ishladik. Mana xuddi o'sha masalaning o'zi. Demak, javobimiz to'g'ri chiqdi. Sashimiz shart emas. 21 da hajmi 30 metr kub bo'lgan xonada nisbiy namlik 60% ga teng. Agar xona harorati 23 gradusga teng bo'lsa, suv bug'ining massasini toping deyilyapti. Demak, suv bug'ining massasi m barobar rho ko'paygan v ga teng. Endi nisbiy namlik rho taqsim rho 0 ko'paygan 100%. Bu yo'ldan demak biz rho ni topib olsak bo'ladi. Etti ko'paygan rho 0 taqsim 100%. Demak, bu 0.6 rho 0 ekan. O'rniga olib borib qo'ysam, demak 0.6 rho 0 ko'paygan v bo'lar ekan. Hisoblab qo'yamiz, qiymatlarni qo'yib 0.6 rho 0 23 gradusda 20.6 ekan. 20.6 ko'paygan hajm 30. Mana bular qisqarib ketsa, demak 18 ko'paygan 20.6. Qiymatlarni qo'yib hisoblaymiz. 18 ko'paygan 20.6. 46. Dashib ketdik. 18 ko'paygan 20.6. 370.8 chiqargan shunda. Javob. 21 da 1,5 megapaskal bosimda 1 metrlik
22da nisbiy atom massasi u nimaga teng deyilyapti? Ya'ni u bu yerda nisbiy atom massasi qilib belgilangan hisoblanadi u. Demak, bu nisbiy atom massasi uglerod atom massasining 12 dan 1 qismiga teng hisoblanadi. Ya'ni u barobar uglerod atom massasi, ya'ni m uglerod 0, ya'ni bitta uglerod molekulasining massasini 12 dan 1 qismiga teng, 12 ga bo'lishimiz kerak. Bu ham barobar bo'ladi endi. Demak, mu uglerod taqsim n Avogadro bizga uglerod atomining massasini beradi. Uni 12 ga bo'lishimiz kerak ekan. Demak, uglerodning molyar massasini 12 ko'paygan n Avogadroga bo'lishimiz kerak ekan. Hisoblaymiz. Uglerodning molyar massasi 12 ko'paygan 10 darajasi -3 ga teng. 12 Avogadro doimiysi 6 ko'paygan 10 darajasi 23. 12 lar qisqarib ketsa, demak bu 1 taqsim 6 10 darajasida -26 kilogramm chiqar ekan. Yoki biz buni yozishimiz mumkin. 10 taqsim 6 10 darajasida -27. Qisqarsa, demak 5 taqsim 3 10 darajasida -27 kilogramm degan javob chiqar ekan, savol javob. 23da yerdagi tajribada suv kapillyar nay bo'ylab 1,2 cm balandlikka ko'tarildi. Bu tajriba oyda, ya'ni erkin suv izlanishi 5 taqsim 3 bo'lgan nuqtada o'tkazilsa, kapillyar naydagi suvning sathi qanday balandlikka ko'tariladi deyapti. Demak, ko'tarilish balandligi h barobar bizda 2 sigma taqsim rho gr. Birinchi holda tushunsak, demak, h1 barobar 2 sigma taqsim rho bar gr bo'ladi. Ikkinchi, ya'ni oyni tushunsak, 2 sigma taqsim rho 2 gr bo'ladi. Mos tomonlar nisbatan olib yuborsam, 2 sigmalar rho gr lar qisqarib ketar ekan, qolyapti demak. h1 taqsim h2 barobar ekan. Bu yerda mana bu jil o'zgardi, roni almashtirib qo'yibman. Demak, rolar bir xil. 2 sigma taqsim rho g1r 2 sigma taqsim rho gr2 g2r ko'rinishda bo'ladi. Mana bu qisqaradi shunda. Demak, bu g2 taqsim g1 chiqyapti. Bundan demak biz topishimiz kerak h2 ni. g1 taqsim g2 ko'paygan h1 qiymatlarini qo'yamiz. Demak, 5 taqsim 3 taqsim 10 ko'paygan h1 1,2. Demak, hisoblaydigan bo'lsak, 5 ko'paygan 1,2, ya'ni 0,4 bo'lib qolar ekan, taqsim 10. 2 10 ga bo'lsa 0,2. Qayerda tashib ketdik? besh taqsim 3 to'g'ri yozdik-ku. Mana bu yerda g ni o'rnini almashtirib qo'yibman. Demak, g1 10 ga teng, g2 5 taqsim 3 mana bunday. h1 1,2. Demak, mana bu 3 yuqoriga chiqib ketadi. 30 ko'paygan 1,2 taqsim 5 6, demak 7,2 cm ga ko'tarilgan ekan javob. 24 da idishdagi gaz molekulalarining o'rtacha kvadrat tezligi 10% ga ortsa, bosim necha foizga ortadi deyapti. Demak, idishda bo'lsa hajm o'zgarmaydi. Yuqorida biz shunga doir masala ishladik. Birinchi masalamiz, ya'ni v barobar 3p taqsim rho edi. Mana shu formuladan men bosimni aniqlaydigan bo'lsam, bu rho ko'paygan v kvadrat taqsim 3 ko'rinishiga kelar ekan. Demak, birinchi hol uchun yozadigan bo'lsak, p1 barobar rho v kvadrat taqsim 3. Ikkinchi hol uchun yozadigan bo'lsak, p2 rho ko'paygan 1,1 bo'ladi, 10% bo'lsa. V kvadrat taqsim 3 bo'lyapti. Demak, bu 1,21 rho v kvadrat taqsim 2 bo'lyapti. Yoki buni ham biz yozishimiz mumkin. 1,21 p1 deb. Demak, bu yerdan ko'rinyapti. Bosim 21% ga ortgan. Buni hisoblash uchun demak, p2 minus p1 taqsim p1 ko'paygan 100% deb hisoblab qo'ysanglar bo'ladi. 25 da idishda teng massali kislorod, geliy va vodorod gazlari keltirilgan. Massalar bir xil ekan. Idish isitilsa, qaysi gaz ko'proq, kamroq energiya yutadi deyapti. Demak,
Bu yerda idishda bo'lgani uchun gazlarning hajmlari o'zgarmas deb olamiz, ya'ni izoxorik jarayon deb. Izoxorik jarayon demak berilgan issiqlik miqdorlarining hammasi faqatgina ichki energiyaga sarflanadi. Demak, ularning olgan energiyalarining hammasi ichki energiya o'zgarishi sarflanadi deb olsak bo'ladi. Ya'ni I taqsim 2 m taqsim mu r delta t ko'rinishda. Mana shu ko'rinishda bo'lar ekan. Endi hammasi, ya'ni bitta idish turgani uchun doim bir xil haroratga o'zgaradi. Ularning delta t'lari bir xil bo'ladi, massalari bir xil ekan. Bu yerda quyidagicha yo'l tutaman. I taqsim mu ko'paygan m r delta t taqsim 2 deymiz. Demak, endi xuddi shuni har bitta gaz uchun yozib chiqsak, delta U1 barobar I1 taqsim mu1 ko'paygan m r delta t taqsim 2. Xuddi shuni ikkinchi gaz uchun yozsak, delta U2 barobar I2 taqsim mu2 ko'paygan m r delta t taqsim 2. Delta U3 barobar I3 taqsim mu3 ko'paygan m r delta t taqsim 2 bo'lyapti. Ya'ni qaysi birida mana bu nisbat kattaroq bo'lsa, ana shunga ko'proq energiya olar ekan. Qaysi biri ana shu nisbat, ya'ni I taqsim mu kichikroq bo'lsa, o'shanisiga kamroq energiya oladi deb olar ekanmiz. Demak, har bir uchun hisoblab chiqsak, demak, birinchi gaz uchun yozadigan bo'lsam, birinchisi kislorod. Kislorodning demak erkinlik darajasi 2 ga teng, molyar massasi 32, demak bu 1 taqsim 16 bo'lyapti. Ikkinchi gaz geliy. Uni erkinlik darajasi yo'q. Mana bu 5 dan adashib ketdim. 5 taqsim 32 bu. Ikkinchisi geliy. Geliyning demak erkinlik darajasi 3 ga teng, molyar massasi 4. Uchinchi gaz demak vodorod. Vodorodning erkinlik darajasi ham 5 ga teng bo'ladi, molyar massasi 2. Demak, ko'rinib turibdi bu yerda eng kattasi demak vodorod. Eng katta energiyani 3-chi olyapti. Keyin geliy va eng kamini mana bu yerda 5 taqsim 32 bo'lyapti. Kislorod olar ekan. Demak, eng kam energiyani kislorod oladi deb olishimiz kerak ekan. Javob. 26 da gazning hajmi 1,5 detsimetr kubdan 1 detsimetr kubgacha izotermik siqilganda bosim 120 kilopaskalga ortdi. Gazning hajmi yana 0,5 detsimetr kubga izotermik kamaydi. Gazning bosimini toping deyapti. Kamaygandan keyingi bosimni topishimiz kerak ekan demak. Demak, izotermik siqilayotgan bo'lsa, bosim ortib boradi. P1 konstanta bo'ladi. Shuning uchun yozaman demak. P1 V1 barobar P2 V2 deb. Demak, birinchi holatda bosim 120 kilopaskalga ortgan ekan. Demak, P2 P1 plus 120 desam bo'lar ekan. Yoki bundan men P1 ni topsam, P1 barobar bo'lar ekan. P2 minus 120 ga. O'rniga qo'yib qo'yaman demak. P1 o'rniga demak P2 minus 120 ko'paygan V1 1,5. Bu ham barobar P2 ko'paygan 1 detsimetr kub. Qavsani ochib hisoblaydigan bo'lsak demak 1,5 P2 minus 180 barobar bo'lyapti P2 ga. Bundan P2 ni aniqlaydigan bo'lsam 360 kilopaskal chiqar ekan. Endi ikkinchi va uchinchi hol uchun yozamiz. Demak, P2 V2 barobar bo'ladi P3 V3 ga. Endi gaz hajmini yana 0,5 detsimetr kubga izotermik kamaytirsak, hajm 1 detsimetr kubdan 0,5 detsimetr kubga tushar ekan. Demak, bu yerdan P3 ni aniqlayman. P2 V2 taqsim V3. P2 demak 360, V2 1 detsimetr kub, V3 esa 0,5 detsimetr kub. Demak, bu 720 kilopaskal chiqar ekan javob. Javob beryapti. 27 da agar V teng K ko'paygan T kvadrat quyidagi qonuniyat o'rinli bo'lsa gaz uchun harorat 5 marta ortsa gazning bosimi qanday o'zgaradi deyapti. Bu yerda K o'zgarmasdan hisoblanadi. Shuning uchun men quyidagicha yozishim mumkin. V taqsim T kvadrat teng konstanta deb.
va xuddi shunga o'xshash yuqorida masala ko'rdik. Bunday masala kelsa, demak ikkinchi tenglikni qo'shishimiz kerak edi. Klapiron tenglamasini PV taqsim T teng konstanta deb sistema olamiz. Demak, mos tomon nisbatan olib boradigan bo'lsak, hajmni qisqarib ketyapti, chunki biz harorat bilan biz bosimni bog'lashimiz kerak. Hajm ortiqcha kattalik. T kvadrat mana bu T qisqarsa, bizda qolyapti 1 taqsim P T teng konstanta. Yoki biz buni P ko'paygan T teng konstanta desak bo'lar ekan. Bundan kelib chiqib, demak, bosim haroratga ko'paytmasi o'zgarmas bo'lish uchun, demak, harorat necha marta ortayotgan bo'lsa, bosim shuncha marta kamayishi kerak ekan. Bizda harorat 5 marta ortgani uchun, demak, bosimni biz 5 marta kamaytirib olishimiz mumkin ekan. 27 ga B javob bo'lar ekan shunda. 28. Nu ko'paygan n Avogadro taqsim V quyidagi formula orqali qanday kattalikni topish mumkin deyapti. Demak, nu ko'paygan n Avogadro taqsim V. Nu ko'paygan Avogadro bizga molekullar sonini beradi, taqsim V bo'lyapti. N taqsim V bizga konsentratsiyani beradi, endi. 29 da 8 kelvin temperaturali geliy molekullarining o'rtacha kvadratik tezligi vodorod molekullarining o'rtacha kvadratik tezligiga teng. Vodorod temperaturasini aniqlang deyapti. Demak, bizda o'rtacha tezlik ilizasida 3RT taqsim mu ko'rinishda edi. Demak, ikkala holda ham teng bo'lsa yozishimiz mumkin. 3RT1 taqsim mu1 dan ildiz barobar bo'lishi kerak. 3RT2 taqsim mu2 ga ildizda. Uchala qisqarib ketar ekan. Har ikki tomonni kvadrat ko'tarib yuborsam, qolyapti T1 taqsim mu1 barobar T2 taqsim mu2 ga. Bizdan T2 so'ralgan, demak T2 barobar mu2 taqsim mu1 ko'paygan T1 ga qiymatlanib qo'yamiz. Vodorodning molyar massasi demak 2. Gelin molyar massasi 4 ga teng. Gelinning harorati 800. Demak, hisoblasak bu 400 kelvin ekan. Bizda javob gradusda so'ralib 400 kelvin, bu 127 gradusga teng. B javob deb berilyapti. 30-da 18 gram suvdagi neytronlar sonini toping deyapti. Demak, biz birinchi suv molekulyar sonini topamiz. Suv molekulyar soni bu n taqsim mu ko'paygan n Avogadro ko'rinishida hisoblaymiz. Suvning massasi 18 ko'paygan 10 darajasi -3. Molyar massasi ham 18 ko'paygan 10 darajasi -3 ga teng. Ko'paygan Avogadro soni 6 10 darajasi 23. Bular qisqarib ketsa, demak, suv molekullarining soni 6 ko'paygan 10 darajasi 23 ga teng ekan. Endi bizda H2O mana bu ko'rinishda suv. Bitta vodorod atomida bitta elektron bor yoki bitta neytron bor deb olish mumkin. Bitta kislorodda esa 8 ta elektron yoki 8 ta neytron bor bo'lishi mumkin. Demak, bizda ikkita vodorod bo'lgani uchun bunda ikkita neytron bor. Kislorodda esa mana shu menimcha neytronlar soni emas, adashib ketilgan. Elektron yoki protonlar soni deyilishi kerak edi. Ana shunda aniqroq chiqadi javobimiz. Elektron yoki protonlar soni mana shu. Misol uchun proton deb yozaylik biz. Protonlar soni. Ana shunda men hozirgi aytgan qoidadan to'g'ri kelardi. Ya'ni bitta vodorodda bitta proton yoki bitta elektron bor, kislorodda esa 8 ta elektron yoki 8 ta neytron bor deyish mumkin. Demak, bundan kelib chiqibdi bitta suv molekulasida 10 ta elektron yoki 10 ta proton bor deb olish mumkin ekan. Shunda elektron yoki protonlar soni molekulyar sondan 10 marta kattaligi yoki biz buni 6 ko'paygan 10 darajasi 24 deb olishimiz mumkinligi kelib chiqargan. Mana shu gaz uchun. Demak, 6 10 darajasi 24 degan javob B javob deyapti.